Do'stlar, ispitaniyamiz 6-kuni, suv turibdi, metkalari o'zgarmagan. Bu ispitaniyadan keyin terrasamizni даже basseyn sifatida foydalanishga amin bo'ldim men. Bu ishlarni bajarib bergan Texnodar jamoasidan mas'ul xodim Jonibek aka adilish kelganlar. Hozirda sloylarning ma'lumotini berib o'tishadi bizga. Do'stlar, bu bizni qilgan montajimizda albatta birinchi sloy betondan keyin salafan bo'ladi. Undan keyingi sloy penaplex bo'ladi. Penaplexdan keyin stяжка qo'yiladi. Stяжкаdan keyin geotekstil qo'yiladi. Geotekstildan keyin mana bu bizni ko'rib turganingiz PVH membrana hisoblanadi. PVH membranani hisobidan keyin undan keyin profilirованный membrana qo'yiladi. Uni ustidan xohlasangiz kafel, xohlasangiz gazon, xohlasangiz basseyn qilasiz. Bizdagi xizmatlardagi nafaqat bunaqa gidroizolyatsiyalar, uylarni mukammal issiqligini ushlab turuvchi mineralniy vatalar, bazatlar, tomlar, gibkiy cherepitsalar, tarnov qismlar, dajdezborniklar, latoklar hammasi Yevropadan kelgan sifatli mahsulotlarimiz bor. Albatta murojaat qiling, uyingizni haqiqiy energiya tejamkor va binolarini, ustunlarini, poydevorlarini yuzlab yillar turadigan gidroizolyatsiya qilib bera olamiz. Kimda agar shunday aqlli materiallarga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, Texnodar jamoasiga murojaat qiling.